hozir Instagram fohishaxonaga ham aylanib qoldi. Klubdagi qizlar dedim, ko'plar bilasizmi, kimdirlar aeroportda stюардесса, kimdirlar salonda ishlaydi, kimdirlar bankda, farqi yo'q, kechalar shunaqa yuradi. Nima Instagramga rol o'ynagani kiryapti ko'p. Bilasizmi, bu anaqa savollaringiz juda ham og'ir ekan. Gulsanam Mamazoitovani kliplarida Aldama mani deb ko'rsangiz bo'ladi. Undan so'ng Gollivud boshlandi. Hattoki bilasizmi, Rossiya bilan Gollivudni o'rtasidagi farq ham boshqacha. Juda katta. Albatta Gollivud tanlagan bo'lardim agar imkon bo'lganda. Endi unga oilaviy sabablar ham bor. Kuyov liba kirmagan, liba uxlab qolgan. Keyin qaynona qaynotasiga, ya'ni eriga aytayapti, dadasi o'g'limizni o'rniga siz kiring deb. Siz kamerani oldida aktyormisiz yoki hayotda ham aktyormisiz? Bugun bahorning yana bir yorqin kuni. Bugun podkastning yangi soniga xush kelibsiz. Bugungi o'zgacha mehmonimiz aktyor, Gollivudda, Rossiyada hamda O'zbekistonda aktyorlik faoliyatlarini olib borayotgan o'zbek yigiti Ilyar Abdullayev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, rahmat. Bugun podkast ko'rsatuvining muxlislari, o'ylaymanki, menimcha bir qiziqroq podkast guvohi bo'lasiz. Kuzatib tursangiz albatta. O'zbekistondagi muxlislar uchun siz qachondan tanila boshladingiz? Xo'p, O'zbekiston muxlislari uchun menimcha Rustam Sagdiyevni Boj Badal serialidan tanishni boshladi deb o'ylayman, chunki Qozog'istonga safarim ko'p bo'ladi. Chegarada juda ham ko'p tanishadi, ayniqsa o'sha voyenniy sohasidagi insonlar. Va mana Ilhom Ibragimovni Boylar ham yig'laydi serialida ham rol ijro etdim. Ulardan ko'p tanishadi, ayniqsa yoshi katta kampirlar ko'p yomon ko'rishadi meni. Eshitib qoldim shunaqa ko'p supermarketlarda gapirganini. Shundan menimcha tanishadi deb o'ylayman. Endi yomon ko'rishadi do'st? Yomon ko'rishadi, chunki o'zbek seriallarida qaysi rolni hozircha ijro etgan bo'lsa, faqat yomon rollar berilgan. Hayotda menimcha yomon odam emasman deb o'ylayman, yana bilmadim. Mana hozir o'zbek seriallaridan boshladik, ammo o'zbek yigitisiz, O'zbekistonda tug'ilib, katta bo'lgansiz. Qanaqa qilib Rossiyaga borib qoldingiz va qanaqa qilib Gollivudda rol ijro etish sizga nasib qildi? Xo'p, bu juda ham bir qiziq tarix, agar sizga ham qiziq bo'lsa. 2014-yil Toshkent shahriga, o'sha Guliston shahrida meditsinskiy kollejni bitirib ishlashga kelganman. To'g'risini aytsam, 4 yil o'qishga kira olmadim. Stomatologiya, ya'ni oilam medik oilasi, onam akusherka, otam lor vrachlar, opam yosh bolalar tish doktori. Kira olmadim va ishlashga keldim. Ishladim. 2 yil restoranni biznes sohasida, ya'ni ofitsiantlikdan to Toshkentning eng zo'r restoranda eng yosh menejer bo'ldim. O'sha vaqtda juda ham bir yaqin do'stim bor, kichiklardan katta bo'lganmiz. U menga aytdi, birga Moskvaga o'qishga kiraylik. Biz bu yerda qiladigan ishimizni qilib bo'ldik. Dalshi o'sa olmayapmiz, ya'ni menejerlik bo'ldi. Undan tepasi o'sha restoran egasi bo'lishingiz kerak. Unga mablag'imiz yo'q. Tabiiyki u menga shunaqa dedi va mayli topshiramiz Moskvaga deb topshirdik xullas. Shunaqa bo'lib qoldiki, u green cardda birinchi marta o'ynab yutib qoldi, Amerikaga ketdi, men esa Moskvaga ketdim, ya'ni uni deb. Va so'ng o'sha 2014-15-yillarda men o'zbek kliplarida o'ynaganman rol. O'ynagan. Gulsanam Mamazoitovani kliplarida Aldama mani deb ko'rsangiz bo'ladi. Unga ham 10 yil bo'lgan. Ko'p esimda yo'q, ko'p qo'shiqchilarniki tushardim. Juda ham qiziq bo'lgan menga har doim va o'sha Moskvada keyin ketdim o'qishga kirib, 1 yil mana Mosfilmning tagida yashadim deyarli va sekin-sekin uchishni boshladim Rossiya kinolarida. Undan so'ng Gollivud boshlandi. Ya'ni qanaqa bo'ldi? O'sha 2017-yillar o'sha Mosfilmning tagida juda ham ko'p o'sha rol ijro etish, u yerda ham tanish bilish asosan, eplasa bo'ladi. U yerda shu boshida rosa qiynaldim, keyin mana agentim paydo bo'ldi. Zara degan bir qiz o'rtog'im bor, ular paydo bo'ldilar. Ular orqali keyin mana bir Aleksey degan yana agentim, agentlar u yerda ishlashadi. Aktyorlarda Qozog'iston, butun bizda menimcha yo'q hozircha, Rossiyada agentlar bor. Ular qanaqa bo'ladi? Ya'ni ular sizga tayyor rol topib berishadi va
shu syomkaga tayyor kelasiz, ya'ni shunda borasiz. Sizni grimxonaga, kostyumxonaga olib kiradi. O'zingizda bir vagonchangiz bo'ladi, aktyorlarning furgoni deyiladi. O'sha yerda o'tirasiz, assistentingiz bo'ladi. Shunda rolingizni o'ynaysizda, shunda kiyimlaringizni topshirib, grimingiz shunda tugashi bilan kartingizga gonoraringiz tushadi. Shunaqa. Va u yerdan so'ngra Rossiya kinolarida o'sha o'ynab endi sir emas, Rossiyada Bollivud kinolari, Gollivud kinolarini ko'p joylar Rossiyada olinadi, Moskvadan. Mana imенно Gollivud kinosida Moskvada olishgan. Biri Misrda ham olishgan, Trader degan serialimizni va nasib qilgan. Juda ham yaxshi ularning farqi. Hattoki bilasizmi, Rossiya bilan Gollivudni o'rtasidagi farq ham boshqacha. Juda katta. Albatta Gollivud tanlagan bo'lardim agar imkon bo'lganda. Nima qilyapsiz O'zbekistonda endi? Xo'p, O'zbekistonga mani juda ham bir yaxshi rejissyor, albatta taniysiz, Rustam aka Sagdiyev taklif qilganlar. Adashmasam 3-4 yil oldin birinchi Boy va Novoy serialida men Moskvada edim, menga yozishib qolganmiz edi. Serial olaman, kelasanmi deb aytdilar. Men keldim, keyin O'zbekistonga uchib kelib tushdim, 3 oy yashadim, tushdim, ketdim. Serial o'sha hozircha protsessda, ya'ni nima uchun hali chiqmadi? Prodyuserlar o'zaro kelishmovchilik evaziga biroz protsess bo'lib turibdi. 3 yil oldin siymat qilingan bo'lsa ham hali chiqmadi shunaqa. Kelib tushib ketdim. Taxminan 1,5 yildan keyin mana Boj badal serialiga chaqirdilar. Keldim, shu bilan qolib ketdim. Endi unga oilaviy sabablar ham bor. Chunki oilamda men bitta o'g'ilman. O'shaning uchun kelishga qaror qildim. Qarorimdan afsuslanmayman. Hozircha. Hozir yo'q, afsuslanmayman. Hozir naborot menda ko'nikish jarayoni. Ancha ko'nikdim, menga yoqishni boshladi. Mana ko'nikdim deyapsiz. Qaysidir yoshga yetganingizda o'ylamasmikansiz, men Gollivudda mashhur aktyor bo'lib ketishim mumkin edi. Men O'zbekistonda qolib ketdim degan fikr kelmasmikan? Endi bilasizmi, men Tohir Saidov degan O'zbekiston xalq artisti degan aktyor akamiz bor. Men ulardan bir so'raganman. Mana shu hozirgi o'tirishimiz yoki bir qanaqadir xatti-harakatimiz, qayergadir borishimiz bu taqdirmi yoki o'zimizning qo'limizdami degandilar deb so'radim men. Ular aytdilarki, taqdir deb. Ya'ni balki taqdirdir. Taqdir bo'lsa, balki yana ketarman. Xudo xolasa. Atak taqdirga tan berdingiz. Atak taqdirga tan berishdan boshqa ilojimiz yo'q. Hozir hattoki hamma xohlagan odamingizni hayoti o'sha tug'ilganingizda ssenariy orqali ketadi deb aytishgan. Endi bu rostmi yolg'on men bilmayman. Men shunga ishonaman. Ya'ni har bir xatti-harakatimiz, nimalar qilishimiz faqat ikki xil vыбор qolar ekan bizda. Ya'ni o'zbekchasi buni tanlov qolar ekan. Shu yo'lga harom yo'l bilanmi yoki halol yo'l bilanmi yetishish bizning qo'limizda ekan. Qolgan hammasi bu o'sha Alloh yozilgan ssenariy orqasidan ketar ekan. Shuning uchun men o'ylayman, bu qaytishim ham menimcha ssenariy orqasidan ketishyapti. Shunga agar taqdir bo'lsa, balki erta ketarman. Yana ketishim mumkin. Albatta. Lekin niyat bor. Niyat bor. Takliflar ham bo'lib turibdi. Endi Gollivuddan emas, Rossiya, Qozog'iston ketib borib kelib yuribmiz. Endi yashamayman u yerda, ya'ni boraman, bir hafta o'ynab qaytaman. Rossiya kino san'ati bilan keling bizga yaqinroq Rossiya o'zbek kino san'atini solishtiradigan bo'lsak, farq bormi? Farq juda ham katta, ya'ni kinoga bo'lgan отношение, ya'ni munosabat. Masalan, men Rustam aka Sagdiyevni seriallarida tushganimda, ularni endi albatta juda ham mirovoy kinolar olganlar. Mana Baron, mamchi bilasiz, ko'p filmlari. Ularda juda ham katta tajriba, o'shaning uchun aktyorning ruhiyatiga moslab podxod qiladilar. Masalan, Ilhom aka ham juda ham talantli ekan. Men tushganimda o'sha Boy va Novoy serialida, asosan budjet pul masalasiga aytadigan bo'lsak, juda ham katta pul ajratiladi. Rossiyaning har bir 3-darajali hattoki kinolarida, ya'ni biz uchun juda ham katta, ular uchun past bo'lishi mumkin. Bizda juda kam. Ya'ni ba'zi bir seriallarni protsessiga borsangiz, men borganman, tushmagan serialning protsessiga, tanishlarim tushganda bir ko'rsangiz bilasizmi, bir hashar deb o'ylaysizda, ya'ni qanaqadir serial olinayotgan joyi hashar bo'layotgan. Hasharga o'xshaydi-da, hech bir ruhiyat yo'q. Chunki kino jarayoni bir ruhiyati bo'ladi o'zgacha.
u narsani his qilish kerak. Unaqa narsa yo'q. Hattoki bilasizmi, mana seriallarda tushsangiz, rolingiz boshlandi, siz tekst yodladingiz. Jimlik bo'lish shart. Chunki siz o'zingizda nima deysiz, vnimaniyingizni saqlab olishingiz kerak. Bizda unaqa yo'q. Xohlagan odam gapirib yuborishi mumkin. Hattoki tekstlar ham yodlanmaydi. Unga sabab ertaroq tashlab berilmaydi. Shunaqa. O'shaning uchun hafsalam ba'zida pir bo'lgan hamma kino ijodkorlaridan emas, mana bu juda ham bir arzon sifat, juda ham bir yomon tematikaga oladiganlardan hafsalam pir bo'lgan. Imkoni boricha qochishga harakat qilaman shunaqa seriallardan. Ahad Qayumov kino. Yo'q. Men ularni o'sha 10 yil oldin shoir deb bilardim. Juda hype, yaxshi ko'rsalar kerak. Yo'q, ularni seriallarga tushmagan bo'lardim deb o'ylayman. Chaqirsalar, bilmadim, yaxshi gonorar berib, yaxshi aktyorlar bo'lsa, gaplashib ko'rishimiz mumkin, lekin bunaqa tematikani boy kelin, kambag'al kuyov shunaqalarga tushmagan bo'lardim. Endi qarang, mana O'zbekistonda deylik kino biz o'ylagandek, biz xohlagandek emas demoqchisiz, masalan, aktyor sifatida. Lekin shunga yarasha tomoshabin shunaqa bo'lgani uchun shunaqamikin yoki ijodkorlar yaxshi mahsulot bera olmayaptimi? Bilasizmi, ijodkorlar yaxshi mahsulot bera oladi. Juda ham talantli rejissyorlarimiz bor. Chunki o'sha 2007-2010-yillarda juda ham zo'r kinolarimiz olingan, buni bilasiz. Bu hammasi byudjetga borib taqiladi. Ya'ni hozir bir kino olib, yaxshi kino olib kinoteatrga qo'ysangiz ham uncha odam kelmasligi mumkin. Hamma xohlaydi shu tekin YouTube'dan ko'ray deydi. Aslida YouTube'dan mabodo tekin bo'lsa, u ijodkorga pul kelmaydi, ya'ni prodyuserlar pul ajrata olmaydi. O'shaning evaziga dishovelashib ketgan. Seriallar bunaqa nima uchun olinadi? Odamning vnimaniyasini jalb qilish uchun, ya'ni e'tiborini mana u arzon seriallarimiz, ya'ni mana kelin, qaynota, pomidor, shu ko'zim tushib qoladi shunaqa narsalarga. Даже bilasizmi, hattoki yaqinda bir kinoni ham ko'rib qoldim. Buni menga bir o'rtoqlarim tashashdi. Instagramda reels bo'lgan. Kuyov kelinga uylangan, yoki kuyov bepush yoki nogiron. Xo'p, birinchi kecha, endi uyat bo'lsam aytaman, birinchi kechaga kuyov liba kirmagan, liba uxlab qolgan. Keyin qaynotasiga, ya'ni eriga aytayapti, dadasi o'g'limizni o'rniga siz kiring deb. Endi qarang, mana ko'p voyenniy yoki bo'lmasam boyevik kinolarni ko'ramiz. Masalan, kinolarda bong uriladi. Kino tarbiya berish kerak deb. Endi bu serialdan qanaqa tarbiya ko'rishingiz mumkin? Yoki bo'lmasam ota-onangiz yonida bu serialni ko'ra olarmi deysiz? Ayniqsa yosh kelin-kuyovlar bo'lsa, shunaqa gaplardi. Bu nimasi? Yoki qaynona. Yo'q, qaynona. Kiring, dadasi, siz kiring. Yo'q, deydi. Men kira olmayman. O'g'ling kirsinmi? Bilmadim. Shunaqa dedim, men g'alati bo'lib ketdim bu anaqada. Mana qarang, baribir bizda ijodkorlar bor. Mana Rustam Sa'diyev o'zlarini ham 3-4 marta tilga oldingiz. Ularning darajasidagi rejissyorlar bor, Karim Mirhodov zo'r aktyorlarimiz bor. Mana dunyo ko'rgan aktyorlarimiz bor. Lekin qanaqadir mana shu ma'naviyatsizlikka qarshi, shu kinolarga qarshi nimadir qilinyaptimi yo bu e'tiborsizlikmi shu yaxshi aktyorlar, yaxshi rejissyorlar tomonidan hammi? Yo'q, menimcha qilishyapti, chunki bu sezilyapti. Ko'p kinolar olishyapti davlat tomonidan, mana ko'p rejissyorlarimiz yaxshi kino olishyapti. Biroz xohlagan bo'lardim bu kinolarda tezroq va ko'proq sifatli qilib ko'proq tomoshabinga taqdim etishdi. Hozir biz tomoshabinlar bilasizmi, shunaqa bo'lib qolishgan deb o'ylayman. Bergan narsangizni ko'radi-da. Televideniyalar, masalan, shaxsiy televideniyalar bor, hozir частный. Ular agar o'shanaqa bir tiyinga qimmat kontentlarni qo'ymasdan faqat davlat yoki bo'lmasam juda ham o'ta kuchli sifatda olingan kinolarni qo'ysa, albatta odamlarni ham, lekin odamlar kino tanlashni biladi. Chunki bilasizmi, mana Qirg'iziston kino ijodkorlari tomonidan olingan bir film bor. Onasini anaqaga olib boradi, hajga olib boradi, bir shizofrenik bola. Mana $1 million qildi. Ya'ni bizda ham qilsa bo'ladi. Faqat ikkinchi tomoni bizdagi odamlarning ishonchsizligi, ya'ni nima, baribir kino olishadi bir tiyinga qimmatda deb o'ylashlari. U sifat
o'sha stereotip o'ylashni yo'q qilishni xohlagan bo'lardim o'zbek kino muxlislaridan. Siz kamerani oldida aktyormisiz yoki hayotda ham aktyormisiz? Yo'q, men kamerani oldida aktyorman deb o'ylayman. Chunki o'ynagan rollarim bilan hayot yo'lim farq qiladi. Katta farq qiladi. Balki shunaqadir, o'zimni bilmayman, to'g'risini aytsam. Nega bu savolni beryapman? Mana Instagram O'zbekistonda juda rivojlanib ketdi. Qarab tursak hamma aktyor ekanda. Ha, to'g'ri. Aktyor emas odam o'zi yo'q. Instagramda blog qilayotgan, kontent qilayotgan insta blogerlarning ichida deyarli hammasi aktyor ekanda demak. Degan fikrga kelasan. Chunki eshitib, yaqindan tanib bilganingdagi yaratilgan obraz, ya'ni Instagramda yaratilayotgan obraz bor va kadr ortidagi haqiqiy obraz bor. Endi bilasizmi, hammani qo'liga hozir kamera tushib qoldi-da, opa. Hamma hozir gapirishga haqliman deb o'ylaydi, xohlagan gapimni. O'shani evaziga. Bo'lib qoldi. Xohlagan odam hozir o'zim ham kanaldan sakrasam 1 millionta prosmotr bo'ladi yoki bu yoqdan sakrasam shunaqa bo'lib qoldi. Bilasizmi, o'zbekligimiz borda, baribir biz bu endi bitovoy gap emas yoki bir qanaqadir ortiqcha laganbardorlik gap emas, lekin juda ham bir buyuk millatimiz, turkiy millat. Juda ham katta allomalarimiz chiqqan vaqtida buni hurmati bo'lishi kerak. Bu bunday odamlar bizdan chiqqan yurtdan bunaqa bir deshovoy, arzon sifat bir qanaqadir ular kamroq bo'lishi kerak deb o'ylayman. Juda ham ko'payib ketdi-da. Ya'ni hurmati qolmadi bu anaqani. Tariximizni, boy tariximizni. Chunki oddiy xalq emasmiz deb o'ylayman. Shuni ishonaman shunga. Oddiy xalq emasligimiz uchun boshqa yurtga borganda his qilamiz. Men ayniqsa Saudiya Arabistonga borganda o'sha Al-Buxoriyni bu avlodlari deb o'zgacha hurmat bo'ladi, lekin o'zimiz shu narsada ruhiyatimizda bo'lmasa kerakdir-da. Ya'ni o'sha aytasiz, hammaga kamera tushib qoldi deb, lekin hech kim mas'uliyat his qilmayapti-da. Nima gapirayotganiga. Chunki juda ochiqlik bo'lib ketdi. Ochiqlik bo'lishi bu normal holat, lekin ochiqlikni ko'tara olmaydigan odamlar bor. Tushunyapsizmi? Ya'ni demoqchimanki, o'sha shaffoflikda, ochiqlikda ko'tara olmaydi. Ba'zilar o'shaning uchun juda bir o'zini o'zi reklama qilishlar, juda bir har bir mana men ovqat yeyapman erim bilan, mana men tualetga kirdim, shulargacha ham qolmadi-da o'zi. Mana men qusyapman yoki mana men onamga telefon qildim, voy onajon deb onam yig'laydi, emotsiyaga kirib, kelini orqasiga anaqa bir arabcharoq qo'shiq qo'yib qo'yadi yoki bir qanaqadir mungli muzika qo'yib qo'yadi. Keyin layk yig'adi. Shu layk yiqqandan keyin mashhur bo'laman deb o'ylaydi. Shunaqa, menimcha bu narsalar oddiy narsalar, ya'ni onaga telefon olib berish yoki bir qanaqadir moshina olib berish bu itak обязан, ya'ni bu bir action yoki bir qanaqadir samolyot olib bermayapti-yu. O'sha narsalar to'g'risini aytsam hayron qoldiradi. Bilaman, layk uchun yig'iladi, o'sha yig'latib, onani yig'latib, otani yig'latib. Shunaqa narsa. Bu juda ham bilmadim. Men agar shaxsiy fikrim qiziq bo'lsa sizga, men yoqtirmayman bunaqalarni. Chunki yana o'zini aktrisa, to'g'ri, endi o'shalarda orqasidan, o'shanaqa bir qanaqadir deshovoy videolar orqasidan seriallarga chaqirishyapti, ularni seriallarga tushyapti. Noto'g'ri deb o'ylayman. Mana teatralniy institutlarda qanchadan qancha aktrisalarimiz bor yoki bo'lmasam necha yillardan beri 30-40 yildan beri aktrisalik faoliyatidagi aktrisalarimiz bor. O'shalarni chaqirsa bo'ladi. Mana ular xiyonat qilmagan o'zini sohasiga, ya'ni hurmat bilan. Xiyonat qilmaganlar bormikin? Bor, albatta bor. Instagramni yo'qlar ham bor. Juda ham ko'p aktrisalar. Men ko'plarni bilaman. Masalan, biri Ilmira opa Rahimjonova. Meni yaqin opamlar. Menimcha taniysiz. Charxpalak serialida Bibi Maryam. Instagramlari yo'q. Ularga qizig'i yo'q Instagramda. Ularga qizig'i yo'q, kimdirlar tanishi. Men avtobusda yuradilar. To'ylarga chiqmadilar? Yo'q. Men bilasizmi, ularni shaxsiy teatrlari bor. Men borib turaman ularning yoniga. Yaqin opam, ular Sayfiddin Meliyevda birga yana ishlaydilar. Ular borib tajriba almashib, repetitsiyalarda ishtirok etaman. Mana ularda anaqasi yo'q.
Sababi kasbiga xiyonat qilmaydi. Ularni ham qo'ldan keladi, masalan, Instagram yurg'izish, ular ham ahmoq emas. Lekin kasbiga xiyonat qilmaydi. Kasbga hurmat bo'lishi kerak. Hadeb pulni deb, ya'ni bir qanaqadir laykni yoki bo'lmasam hype'ni deb pulga sotib olmash kerak deb o'ylayman. O'zini. Albatta o'zini, albatta kasbini ham. Kasbini hurmat qilish kerak odam. Chunki ko'p eshitamiz-da, boshida chiqdik, kam to'lashdi, keyin to'ylarga chiqishga majbur bo'ldik degan aktyorlarni ham eshitganmiz, aktyor, aktrisalarni ham eshitganmiz. Va to'ylarga chiqib ketdik, chunki u yerda yaxshi to'lashadi, deb aytishadi. To'yda vidushi bo'lish bu normal holat aslida. Endi bu tirikchilik, ya'ni bizda gonorar kam bermasa, ular ham oilasini qanday boqadi? Ya'ni to'ylarga hattoki men ham chiqqanman Moskvada. Endi boshida 2 marta chiqqanman O'zbeklarning to'yiga. Bu normal holat. Imkoni boricha agar bilasizmi, men o'ylayman bizni kino ijodkorlarimizga, hatto tajribani Qozog'istonda bir qanaqadir gonorar berganda, men o'ylayman ular to'yga chiqib o'tirish shart emas. Chunki oddiy xalq bilan san'at odamlarini orasidagi yaqinlik juda yaqin bo'lib ketishdi-da. Qonun qoidasi bo'yicha uzoqroq bo'lish kerak. San'at odami, ular kamroq ko'rinishi kerak. Hozirgilar mana Instagramda har kuni ko'rinib, o'zini o'ylaydi, mashhur deb o'ylaydi. Men unaqa deb o'ylamayman. Yo'q, siz shunaqa deb o'ylamaysiz. Endi keling, mana 114 ming podpischigingiz bor. Hozir millionni bloger tursa, kimni tepaga o'tkazishadi deb o'ylaysiz? Albatta millionni. Albatta, chunki bilasizmi, Instagramda shunaqa narsaki, u hech qachon garantiya yo'q unga, что ertaga tugab ketadi yoki bo'lmasam bir qanaqadir orzus, mana bir Odnoklassniki degan platforma bo'lardi, bilasiz. 15 yillar oldin menda ham bo'lgan, ishlatardik. Men hozir hech kim ishlatmaydi. Ya'ni buni demoqchimanki, blogerlikdan tashqari ham bir nimani o'rganib qolishni tavsiya qilgan bo'lardim o'sha blogerlarga, yana vaynerlarga, shunaqalarga. Nomlarini uncha bilmayman, to'g'risini aytsam. Hozir mana o'sha Instagramda moda bo'lyapti, 3 qismli, 4 qismli mini seriallar. 3 minutdan deylik 15 minut umumiy 3-5 qilishyapti. Qarab tursam, qarang, demak, rejissyorlikka ham o'qish shart emas ekan. Operatorlikka ham, aktyorlikka ham, aktrisalikka ham, ssenaristlikka ham, hammasini o'zligi qilib, o'zligi yaratib, mini kino berishyapti. Odamlarga udobni kutib o'tirishibdi. Men kommentariyalarga kiraman, qachon 3-qism chiqadi, qachon 4-qism chiqadi. Nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi? Eri xiyonat qilib qo'ydi, boshqa xotinga uylandi, ushlab oldi, topib oldi. Xuddi shunaqa narsa. Mana bu qaysidir ma'noda san'atga boltadek hisobda, to'g'rimi? Endi shaxsiy fikrim, san'atga bo'lgan minimalniy xiyonat-da bu. Yo'q, endi ularning ham o'zini ishi, ya'ni ular haqqi bor. Bu meni shaxsiy fikrim, masalan, meni fikrim bu degani hammani fikri ya kinochilardek emas. Ularni ham tushunaman, bunaqa tanishlarim ham bor. Ularni ham tushunaman, to'g'ri, tirikchilik. Endi uni har xil nomlanishi bor-da, kimdirlar o'sha prosmotr, kimdirlar tirikchilik. Uni tegi negizida o'sha tirikchilik yotadi, chunki qanaqadir reklamalar yoki bo'lmasam qanaqadir bir nimalar. Вот. Raz bizda men o'zi ko'p ko'ryapman. Bilasizmi, vaynerlarning hamchi professionali bo'ladi. Вот ularni ko'rsa bo'ladi. Masalan, men Mo'min aka degan bir odam borlar, Live'mi? Mo'min Live. Mitti degan odam, mana o'zimning do'stim Bobur Sharipov, yana Bobur Mansurov bor. Вот ularni kontentlari original. Ko'rishga arziydi. Ana pozorniy emas, ana ko'rsangiz не стыдно, ana o'rischasiga, o'zbekchasiga uyalmaysiz, ya'ni bemalol ko'ra olasiz. Boshqalar yo'q. Demak, nimaga olib kelyapman? Demak, shunga talab bo'ladigan bo'lsa, mana ko'radigan vaynerlaringiz ham bor ekan. Lekin siz Instagramda passivroqsiz. Bu tabiiy. O'zingiz ham mini kinolar qilib, shu yo'nalishga olib ketish niyatingiz yo'qmi? Yo'q, bunaqa niyatim bo'lgan, to'g'risini aytsam bo'lgan. Men agentim bor, Aleksey degan, ular Rossiyadagi, ular yoshlari katta, ya'ni o'zlari ham rejissyor. Mana Sagdiyev Rustam akalardan ham so'raganman, Rustam aka, nima deysiz? Nima deb o'ylaysiz? Shunaqa ketsam, to'g'risini aytsam, tirikchilik u darajadalik bo'lmagandi boshida. O'sha kelganimda unaqa emasam, ukam, och qolsang ham, rolni yesang ham, yuzingni saqla.
arzon anaqa arzon narsaga sotma yuzingni. Deshvoy narsaga ko'rinma deb menga Aleksey ham Rustam Sagdiyev ham xuddi bir xil gap aytgan. Ya'ni demoqchimanki, yaxshi rollar bo'ladi kelajakda. Kut bo'ladi. Mana hozir men maslahatlashdim deganingiz, katta avlod bilan maslahatlashgansiz, ammo zamon shiddat bilan oldinga qarab ketyapti. Odam ham moslashuvchan bo'lish kerak emasmikin? Endi bilasizmi, men o'sha yoshi katta avlodni zamon bilan hamnafas deb o'ylayman. Baribir ularni boy tajribasi baribir sezadi, ishonavering. Qadriyatlarda baribir bor-ku. Qadriyatlarda bo'lishi mumkin, qadriyatlarda. Lekin mana bu endi tushundim nima demoqchiligingizni, ya'ni Instagramdagi anaqalar bo'yicha yo'q, men ularni baribir gapiga kiraman. Chunki ularni boy tajribasi, bu skill, bu background vaqt o'tgan sayin baribir ularning shunchalik tajribasiga anaqa bo'lmaydi. Yo'q, masalan, siz Ulug'bek Qodirovni yoki Farhod Mahmudovni vaynlarda ko'rsangiz, qanday qabul qilgan bo'lardingiz ularni? Ulug'bek Qodirov menimcha shunga o'xshash, mana hozir o'zlari kliplarda ham chiqyaptilar, shunga. Yo'q, kliplarga olyaptilar, lekin ular vaynlarga yoki bir Instagram uchun yaratilgan kontentda yo'q-ku. Yoki masalan Farhod Mahmudovni, Karim Mirhodiyevni qanaqa qabul qilgan bo'lardingiz? Masalan, ularni o'shanaqa bir Instagram vaynlarida ko'rganingizda. Menimcha juda bir g'alati bo'lib ketardingiz, ruhiyatingiz so'nib. Xuddi menda ham shunaqa. O'zingizning shaxsiy qadriyatingiz bormi? Shaxsiy qadriyatlarim ko'p bor. Masalan, ichidan bittasini ayting. Hamma yoqqa vaqtida kelish, imkoni bo'lsa ertaroq kelish. Bugun bildik buni. Imkoni bo'lsa ertaroq kelish. Chunki syomka jarayonlarida ham, bu narsani ham aytib qo'yaman. Bizda masalan syomka kamera motor boshlanadi, ya'ni syomka jarayonlari boshlangan vaqtda 10 ga aytiladi, men 9:30 da kelaman. Bu Rossiyada men ishlagan, ya'ni Rossiyadagi meni bu ruhiyatim. Ertaroq kelish kerak har doim, syomkadan ham oldin. Motor 10 da deydi, bizda 1:30-2 da boshlaydi. Juda yomon yoqtirmayman bu narsani. Rossiyada bu vaqtida bo'lardi. Agar 10 minut, 20 minut kechiksangiz, bo'ldi zamena yoki o'sha черный список. Kirardingiz, bo'ldi shunaqa. Shu narsalar yoqtiraman. Vaqtida hamma narsa bo'lishdi. Punktualnost, disiplina juda ham yaxshi narsa ekan. Yaxshi narsa, ya'ni. Sizda ko'rayotgan yana bitta narsa meni qiziqtirdi. Mana O'zbekistonda bo'lgansiz 20 yoshgacha, keyin deylik Rossiyaga ketdingiz va yana har bir gaplaringizda ustoz, ota-onam, qadriyatlar, faxsh degan mavzular, qadriyatlarni o'zingizda ushlab turibsiz-da. Vaholanki Rossiyaga ketib, muhitni o'zgartirdingiz, ammo muhit sizni o'zgartirmadimi? Yoki bu kuchli tarbiyami? Bilasizmi, men ham xuddi hozir aytganingizdek bola edim. Tan olaman bu narsani. O'ta zamonaviy bola bo'lganman. Moskvada o'ris edim. Endi o'zimiz tilda aytadigan bo'lsam, ba'zida vaqt va holat odamni o'zgartiradi. Albatta tarbiya, birinchi navbat tarbiya. Agar bilasizmi, hayotimda juda ham ko'p imkoniyatlar bo'lgan, juda ham kardinal o'zgartirishga hayotimni. Ya'ni boshqa odam bo'lishga, agar tarbiyam bo'lmaganda yoki bo'lmasam o'sha prinsiplarim bo'lmaganda bu narsa ketgan bo'lardim. Umuman boshqa bir qanaqadir darajada bo'lgan bo'lardim. Lekin shu prinsiplar ushladi, bundan hech qachon afsuslanmayman. Shunaqa. Mentalitetimizdagi eng yoqadigan va eng yoqmaydigan jihati. Mentalitetimizdagi eng yoqadigan bu o'sha o'zbekchilik degan joylarimiz bor. O'zimizda o'sha milliy madaniyatimiz, urf-odat, uyat, mehmonni kutish, mehmondo'stlik. Yoqmaydigan tomoni, endi hozirga aytadigan bo'lsam, endi qiziq bo'lsa shaxsiy fikrim, mahalliychilik juda ham menga bilindi. Mahalliychilik, tabaqalanish juda ham yoqmaydi. Eng yoqmaydigani mana uylanishga borayotgan bolalar bor. Endi hammani moliyaviy ahvoli har xil-ku. Kambag'al bo'lsa, masalan, kambag'al bola deylik, personal Shermat deylik. U kambag'al, yetim o'qiydi, kelajagi porloq, o'qiydi, harakat qilyapti, bir qatdadir dastavshiklik qilyapti, lekin Alloh unga bir 35 yoshda Shermat shu millioner bo'ladi deb yozib qo'ygan. Lekin uni hech kim bilmaydi. Hozir bir qizni uyini taqillatib, "Men qizingizni sevaman, uylanmoqchiman, baxtli qilaman" desa,
Ayting, beradimi qizini Shermatga? 95% manimcha yo'q desangiz kerak. Xo'p, streshni savol. Nega endi Shermatga berish kerak? Chunki u halolligi, harakatchanligi uchun, qizni sevishi uchun. Ya'ni demoqchiman, yana bitta savol. Men ko'p uchratdim, o'zim o'rtoqlarimda, tengdoshlarimda bo'lgan. Endi bu hamma oilaga tegishli emas, lekin ko'p oilalar shunaqa. Buni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Boy bo'lsangiz, lekin xarakteri juda yomon bo'lsa, giyohvand bo'lsangiz, masalan, alkogolik bo'lsangiz, ularning qizig'i yo'q. Ko'plagan. Sharoit, go'sht yegiz keladi. Hammani restoran borib, mana man o'tiribman, voy, rahmat jonim, tam 100 talab gullarni anav qilib, bir qanaqadir maymunli smayliklar qo'yib bir-biriga. Shunaqa. Yo, noto'g'rimi gapim? Yo'q, to'g'ri gapingiz. Lekin keldingiz shu muhitdasiz siz ham. Albatta. Ta'sir qilyaptimi? Ta'sir qilyapti, lekin hayot mobaynida olgan tajribalarim va tarbiyam orqasidan bu narsalarni ajratishni boshladim. Qarang, tajriba ham O'zbekistonda, tarbiya ham O'zbekistonda. O'sha muhitda-ku, mana siz ham, mana shu yigitlar ham mana shu muhitda katta bo'lganmiz-ku. To есть mahalliychilik, boyroq bo'lsa yaxshiroq degani. Hammamiz shu muhitda. Mahalliychilik menga Moskvadan kelganimdan keyin bilindi. Undan oldin bilinmasdi. Balki yosh edim, balki e'tibor bermagandirman, lekin juda bilindi. Chunki u yerda masalan endi maqtab bormayman, lekin millionerlar ham metroda yuradi. Hozir siz avtobus yoki metroda yursangiz, juda ham katta ehtimol yoki masalan aktyorlar tam yursa, "Voy" deb qaraydi, puli u nima kerak unaqa gaplar, tushunmayman. Men Dima Bilanni metroda ko'rganman masalan, Moskvada. Bu normal holat. Bizda unaqa emas. Bizda shu Mercedes bo'lsa, Mercedes mashinangiz bo'lsa, 001 bo'lsa, sizga yo'l beradi. Yo'l berganiga ham xursand bo'ladi. Agar lekin 70 raqamli bir Matizda bir terlab ketayotgan bo'lsangiz, u bechara undan ko'ra bilmayman o'zini osib qo'ygani yaxshiroq. Shunaqa. Shunaqa, yo sizga bilinmaydi, menga juda ham bilindi bu narsa. Bor ekan bu narsa, ya'ni bu narsa biroz yoqmaydi menga. To'g'risini aytsam, chunki ko'p davlatda bo'lganman. Juda ham men unaqa ko'rmaganman. Ya'ni o'zimizni ham yomonlamoqchi emasman, bilingan narsani aytaman, shaxsiy fikrim. Masalan, Rossiyada san Peterburglik o'rissanman, Moskvalikman, san passsan, yo san Krasnodardan kelding degan narsa yo'q. Ya'ni sezmadim men. Balki bordir. Balki bordir. Yo, mana Turkiya davlatlarida yo'q unaqa. Shunaqa. Bizda lekin bu narsa seziladi. Lekin hozir unchalik menimcha ko'nikdim, uncha bilinmayapti menga. Bu narsani yo'q bo'lishini xohlagan bo'lardim. Baribir bitta joydamiz. Shunaqa. Muhabbat siz uchun nima? Boya o'sha Shermatda muhabbat siz uchun nima? Sodiqlik. Muhabbat bu sodiqlik. Da. Nima sharoitda bo'lishidan qat'iy nazar sodiqlik. Juda ham hayotimda ko'p shu narsadan yeganman. Pand yeganman albatta. Albatta sodiqlik kam odamlarda. Siz sodiqmisiz? Sodiqman. O'zingizga, so'zingizga? Da, sodiqman. Lekin ba'zi bir fikrlarim vaqt o'tgan sayin o'zgarishi mumkin. Lekin sodiqman, da. Vaziyat taqozo qilib o'zingizga xiyonat qilgan paytingiz bo'lganmi? Vaziyat taqozo qilib o'zimga xiyonat qilgan paytim bo'lgan. Bundan afsuslanaman, bo'lgan. U yoshligimda bo'lgan lekin. Lekin hozir aqlimni taniganimdan keyin yo'q. Prinsiplarimga qattiq qarayman deb o'ylayman. Hayotingizda bo'lgan og'riq yoki vaziyat sizni butunlay o'zgartirgan. Bo'lgan shunaqa vaziyat? Bo'lgan. Bu qiziq vaziyat. Endi men kino tomonidan olib qarayman. Xo'p, 2013-yillar men o'zi Shirin shahrida tug'ilganman, Sirdaryo viloyatining Guliston shahriga ko'chib kelganmiz qachonlardir. Maktabni bitirib, o'sha vaqtlarda men kollejda o'qirdim va parallel disk sotardim. 2013-yil
disk magazinda ishlagan vaqtimda endi Rossiya kinolarini sotganman, Gollivud kliplarni. O'sha vaqtda bir Black Star degan gruppa bo'lar, Timothylar qo'shiq aytardi, xabaringiz bor. O'sha yerda bir MC Doni degan qo'shiqchi bor edi. Doston adashmasam ismlari, Doston aka O'zbekistonliklar. Farg'onaliklar ular. Farg'onadan. O'shani klipi chiqdi, juda hype bo'lib ketdi, esingizda bo'lsa. Voy, O'zbekistonlik u yoq deb keyin shu o'rtoqlarim disk magazinda men ishlardim, kechki payt kelardi, endi bekorchi bolalar kelardi, o'tirardik. Bir televizorim bo'lardi. O'shanga diskni qo'yib, voy, O'zbekistonlik ekan, juda ham zo'r. Endi boshqacha ruhiyat bo'lganda o'sha vaqtda o'zingiz ham bilasiz-ku davrlarni. Keyin men o'shanda aytganman, men o'sha odam klipiga tushaman desam, shu qancha o'rtog'im bo'lsa ham hammasi kulvordi. Qarangda, hammasi kulvordi. Menga bu juda ham yomon ta'sir qildi. Men g'alati bo'lib ketdim. 2019-yil adashmasam, o'qishdan uyga qaytdim. Uyga keldim, yotibman. Menga Aleksey agentim telefon qildi. Aleksey aka, desam, nima qilyapsan? Darsdan keldim? Ha. Hozir mashina keladi. Hamma narsa tayyor, bor klipga dedi. Bilasizmi, u vaqtda o'zi Rossiyada kimni klipiga tushyapman? Kimni kinosiga o'zi qiziq qolmay qoldi. Ya'ni bu narsadan to'yib qoldim biroz. Menga asosiysi protsess edi. Ya'ni tajriba olish. Jarayon. Bilmadim kimni klipi, ketdim. Xitoy restoraniga olib borishdi. Meni assistent u yerda kutib olishdi. Kostyum olib kelishdi, kirgizishdi, grim qilishdi. Bir payt bir rejissyor bilan operator rosa qarab turdi. Rejissyor Rossiyadagi juda mashhur rejissyor Rustam Romanov degan klip maker bor. Ular, men u odamni bilasizmi, tasavvur ham qila olmagandim, u odamni klipida tushaman. Qarab qoldilar. Menga operator bilan men g'alati bo'lib ketdim. Ishlaymi desam, "Yo, tipajingiz yaxshi ekan" dedilar-da. Keyin bir qiz bilan tanishdik, aktrisa bilan partnyoring bu seni o'ldiradi, repetitsiya qilib turlaydi dedi. Men qiz bilan tanishdim, kulishdik. Endi Rossiya muhitida o'rislarni, rus millat vakillarini so'kinish tabiiy hol. Ya'ni tabiiy qaraladi, bu hayot tarzida normal. So'kishib, kulishib o'tirdik. Bir payt MC Doni kirib kelyapti. Men juda hayron qoldim. Keyin assistentimdan sekin so'radim, bu kim klip etsam buni dedi. Men g'alati bo'lib ketdim-da, shuni tashqariga chiqib bir boshqacha his-tuyg'u bo'ldi. Xullas klip chiqdi. Bilasizmi, men mentalitetda ham aytaman, o'zimizdagi ko'p aktyorlarning xarakterini yonimdagi partnyor qiz Katya Varnava ekan, juda mashhur Rossiya aktrisasi. Shu darajadalik oddiy ruhiyatda gaplashdiki, men u odamni tanimasdim, parik dedilar-da. Uncha ham ko'p tanimayman rus ular mashhur. show biznes anaqalarni, lekin juda hayron qoldirdi xatti-harakati va munosabati. Keyin yoz oyida kanikulga O'zbekistonga qaytdim. Shohxonada o'tiribmiz o'sha o'rtoqlarim bilan. Yetdim. Eslaringlarmi kulganlaring? Mana endi nima deysan endi bu anaqa aytsam, hech qaysida gap chiqmadi. Men keyin aytdim, ogohlantirib, agar kimda kim yosh bola kelib yoningga aka men rassom bo'lmoqchiman yoki aktyor bo'lmoqchiman yo dunyoni zabt etmoqchiman desam kulmalang dedim. Ya'ni ba'zi payt o'zimiz ruhiyatni so'ndirib qo'yamizda, motivatsiyasi bor odamni. Shunaqa. O'sha 13, 14, 15 balog'at yoshidagi Ilyar bilan hozirgi dunyoni ko'rib kelgan Ilyarga bo'ladigan munosabat o'zgarganmi? Juda o'zgargan, albatta. Falsh bormi? Falsh juda ko'p. Ya'ni bilasizmi, falsh asosan yaqin odamlaringizdan chiqadi. Jigarlaringizdan emas, qarindoshlaringizdan. Shu narsani bilaman, menimcha buni siz ham tasdiqlaysiz. Ko'p yaqinlaringiz sizni burningiz yerga ishqalanishini ich-ichidan xohlaydi, lekin bu narsani ayta olmaydi sizga. Ich-ichidan lekin juda xohlaydi. Men bu narsani sezaman. Endi kasbimiz tomonidanmi, balki ruhiyat biroz yaqinroq bo'lgani uchunmi seziladi bu narsa. Seziladi. Ko'zidan balki sezilar, balki ichki qanaqadir. Ichidan xohlaydi, lekin juda shu maksimal qiynalib yurishingizni xohlaydi. Ayta olmaydi, balki bir aytishga qurbi yetmas, yana bilmadim. Shunaqa. Falshga falsh bilan javob berasizmi? Yo'q, shunchaki yopilaman. Shunchaki momentalni to'xtataman gaplashishni. Hozir bu narsani o'rgandim, juda ham yaxshi prinsip. Momentalni to'xtatishni boshladim. Avval andisha qilardim ko'p. Andisha qilardim. Lekin sezgandek bo'lardim. Baribir oxirigacha подтверждение bo'lmagani uchun qilardim, munosabat qilardim. Hozir seziladi bu. Yo noto'g'rimi gap?
Sizda ham manimcha balki har bir odamda bor bu. Ya'ni yaqin odamlaringizdan chiqadi bu narsalar. O'zi og'riqlarni ham yaqin insonlar beradi. Og'riqlar, yana bitta narsani aytay, bizda shunaqa narsa juda ham moda ekanki, men bir o'rtada xastalandim ham, men shuni orqasidan ham deb o'ylayman, juda qayd qilib, panos bo'lib, juda yomon mazam qochgan vaqtlar magiya degan narsa ham juda rivojlanib ketgan ekanda bizada. U yaqin qarindoshlaringizdan ham chiqar ekan. Ya'ni hattoki bu narsa klip ham olindi-ku hozir. Qarang, bu narsa bu narsa aslida juda bir isqirt, juda bir har tomonlama islom dinimizda ham mumkin emas maksimal narsa sotsial normaga aylantirishyapti. Bunga nima deysiz? Kuf, suf, bu nimasi bu? Bu ana 4 ta chiqib olib, bu bizga xos emas-da. Ular o'zlarini yevropeyskiman deb o'ylaydi. Yevropeysklar unaqa qilmaydi, ishonavering. Erkaklar ham unaqa emas. Yevropeyskiy erkaklar rashk qilmaydi deydi yoki xohlagan bilgan narsamni qilay desa yuraman deb o'ylaydi. Aslida unaqa emas. Afrikadagi, Amerikadagi erkak ham bir xil prinsip. Tabiatdan berilgan prinsip egasi. Men bular ana kuf, suf bilmayman, lo'llar o'zini yevropeyskiman deb o'ylaydim yoki zamonaviyman deb o'ylaydim, bilmadim. Bu narsa bilan lekin bizani millatga putur yetkazadimi deb o'ylayman. Bu endi shaxsiy fikrim. Shunaqa. Millatimiz o'sha andisha dedingiz, qaysidir normalar sizni o'zingiz o'sha normalaringiz bilan uyalib qolgan joyingiz bo'lganmi? Bizning milliychiligimiz bilan sizni uyaltirib qo'ygan holatlar bo'lganmi? Bilasizmi, avvallari mana shu milliychiligimizning ko'p jabhalari menga bir erish tuyulardi, lekin yoshim kattaligi bo'lganini, kattarayotganini evaziga, ya'ni hayot tajribalari orqali juda ham yaxshi milliy urf-odatlarimiz borligini sezishni boshladim. Xursandman. Avvallari yoqmasdi menga. Uyalib qolgan tomonlari menimcha yo'q. Menimcha yo'q. Chunki bilasizmi, mana Rossiyada ham yoki mana Turkiya davlatida ham ko'p joylarda, mana syomkalarda ham yo'q, unaqa narsa bo'lmagan. Masalan, millatchilik deymiz, mana Rossiyada yoki boshqa bir davlatlarda unaqa shaxsan menda kuzatilmagan. Men masalan O'zbekistondanman desam, voy, yashil, o'sha zeleniy zona juda ham avval daraxtlar ko'p bo'lgan, sizlarda men esir vaqtda bo'lganman deb aytishadi. Shunaqa. O'zimizni imенно uyaltiradigan narsa yo'q, bo'lmagan menimcha. O'zbek bir so'z bilan. O'ziga bek va mehmondo'st deb o'ylayman. Chunki bizchalik mehmondo'st odam yo'q. Bilasizmi, bu erish gaplar emas. Ya'ni demoqchimanki bir maqtab yoki bir qanaqadir yo'q. Unaqa gaplar emas. Masalan, hozir bironta bir Michael, masalan, bir qishloqqa borib yoki xohlagan mana bu yerda men adashib qoldim, bir kun pulim ham qolmadi, sizlarda qolsa maylimi desa, xo'p deydi. Luboy 100 dan 90 deylik, xo'p deydi. Uyimga javob beraman, sen chet ellik ekansan deb. Boshqa davlatda unaqa hozir politsiya chaqiraman deydi. Shunaqa. Bu narsa juda ham yaxshi mentalitet. Bu narsalarga xiyonat qilmasligimiz kerak. Hozir ana ko'p o'zbek qizlarimizda yevropeyskiy deyish atamasi juda noto'g'ri shakllangan. Xayollarda yevropeyskiy bo'lish, klubma-klub yurib sasib yurish, o'sha yigiti yoki eri tomonidan hech qanaqa taqiq bo'lmasligi yoki yigitlar bilan yashash ham hozir o'zi moda bo'lishni boshladi bizda. Yevropeyskiman deb o'ylaydi-da. U juda ham noto'g'ri narsa. Juda ham. Men bu narsani juda ham ko'p kuzatganman. Ya'ni demoqchimanki, o'sha qizlarimizda ham juda ham katta o'zgarish, o'shalarni deb yosh pokoleniya o'zini unutib qo'yishyapti. Bu narsani ham sizga aytaman, chunki men vaqtida klublarda ham ishlaganman. Meni ko'p o'rtoqlarim klublarda ham egasi. Ba'zida chet eldan o'rtoqlarim kelsa, men olib boraman va ko'raman. Ota-onasi, voy qizim Toshkentda o'qiydi, o'qishga deb molini sotadi bechalar, kartochka qilib o'qilib, u o'sha Instagramdan iPhone'larni ko'rib, gullarni ko'rib, podarkalarni ko'rib,
shu yomon yo'lga kirib yuribdi, mana lekin ota-ona bilmaydi. Ozgina vaqtdan keyin masalan, juma muborak deb yana u qishlog'iga ketib bir qanaqadir soddaroq anaqaga tegib ketadi-da. Yigitga. Bu nima kerak bunaqa narsa? O'zini saqlash, o'zimizga xos iffatlik, ayollik iffati, bir qanaqadir vernost degan narsalar yo'qolib ketishni boshladim deb o'ylayman. Qizlarni shunaqa holatga kelishiga kim javobgar? Aynan erkak kishilar emasmi? Yo'q, bunga mentalitet shunaqa sotsial norma bo'lishni boshladi. Ya'ni qanaqa demoqchiman endi o'zim fikrim. Mana ko'p qizlar, mana aktrisalar ham bor. Ko'plarni taniyman. Yaxshi yo'lda emas. Blogerlar mana Dubayga, Tailandga boradi, kupalnikda o'zbek qizlari. Buni rus bo'lsa yoki boshqa millat bo'lsa e'tibor bermaydi. O'zbek qizlari ayniqsa boradi, steyklar, как положено, juda ham zo'r otellar rasmga oladi, qo'yadi tagiga bir o'qisangizchi tagidagi opisaniyani, ya'ni statusni bir hayotda bir 50 yil yashab qo'ygan, har xil stress, depressiyalardan o'tib kelib, juda katta muvaffaqiyatga erishgan odamning gapida ko'rsangiz, u business lady deb o'ylaysiz. U oddiy bir isqirt odam bo'ladi, bo'lib chiqadi tegi. Uni masalan Maftuna, Nilufar kimlardir ko'radi, yoki bo'lmasam rahmat jonim deb Mr. X'lar, bir bolalar gullarni qo'yadi, iPhone'larni qo'yadi. Uni aslida men shu narsani 100% bilaman. Bu narsa prosmotr, hype, like uchun qo'yiladi. Ya'ni demoqchimanki, u narsani oddiy, sodda qizlarimiz, masalan, qishloqdagi yoki chetdagi yoki o'zimizda moliyaviy sharoit unchalik bo'lmagan qizlarimiz yaxshi ko'rgan inson yo erdan talab qilishni boshlaydi, eri qattiq beradi. Masalan, agar puli yetmasa, tinch oilani ham buzib yuboradi shularni deb. Tinch oilani ham buzib yuboradi. Tanganing ikkinchi tarafi qarang. O'sha 5 ta, 6 ta tug'ib, ota-onasiga qarab, o'ziga qarashga vaqti bo'lmagan ayolga borib hech kim Mercedes podarka qilmayapti-da. Tushunasizmi? O'sha 6 ta bola tug'ayotgan ayol ham ota-onaga qarab o'tirgan hozir kelinlar ko'radi, voy men shuncha ota-onasiga xizmat qildim, o'zimga qarashga vaqtim yo'q. O'zimdan ayol fidokor-da, o'zi fitratida bor. Fidokorlik qildim, oddiy farzand dunyoga keltirish ham fidokorlik-da. Fidokorlik qildim, lekin men noto'g'ri yashayapman-ku. Aytdi, men bunday kalta kiyib, o'ynab, kulib, yeb, ichib yurganga Mercedes podarka qilishar ekan, BMW podarka qilishar ekan, gulla kelar ekan har kuni deb aytishadi-da. Bilasizmi, ularni hayotini ko'plarini bilaman. Chunki men ko'p ishlaganman. Ko'plarini bilaman. Ularning hayoti juda yomon aslida. Ularning kelajagi yo'q. Ular oxiri bunaqalarni oxiri kasal bo'lib o'lib ketadi yoki o'ta yolg'izlikda, depressiyada o'zini osib o'lib qoladi yoki hech kimga kerak bo'lmaydigan bir oddiy matoqtaqa bo'lib qoladi. Bir voqea bo'lgan 2014-yillarda men kurtkachi bo'lganman. Chilonzorda bir oddiy klublarda garderobchik edim. Meni hali ham garderobchikdir ekan ba'zilar. Yaqinda bir prodyuserimiz men shu aktyor ukam yaqinda shu bir kino olamiz deb aytganlarida, "Yana kurtkachi-ku" degan. Hali ham kurtkachidir ekan men. Keyin o'sha vaqtda endi kurtkada garderobda o'tirardim, o'sha kitobim bo'lardi, kitob o'qib o'tirardim. Endi o'sha tungi aniqlar kelardi, qizlar kelardi. Hech kim bilan ishim yo'q, pulimni olardim, ketardim. Endi kelgan vaqtlarimda bir qiz bo'lardi, bilmadim, meni yaxshi ko'rardi rosa. Bu sezilardi. Bir kun klub soat 2-3 gacha bo'lardi. Men 5 larda tramvay o'tardi, esingizda bo'lsa, 4:30-5lardan 5 ta chiqib ketaram tramvayga. Chiqsam mana o'qis turibdi. Qor, sovuq. Tinchlikmi desam, "Sen kutyapman, anaqa choy ichaylik, kofe ichaylik" dedim. Men aytdim, "Yo'q, uzr" dedim. Xullas, o'sha qiz kelardi, esimda $200-300 o'sha vaqtda juda ham katta pul edi. O'sha do'konlar bilan o'tirib ketardi. Ishonasizmi, o'tgan yili meni Facebookdan topdi u inson. Facebookdan topdi. Menga yozdi. Tanimadim. Kimsiz desam, eslatdi, keyin esladim. Ha, yaxshimisiz desam, qalay hayot? Endi men ular juda bir vahimali ko'rinardi-da. Ya'ni hozirgi mana bu o'sha Mercedes, iPhone degan kategoriyadagi odamda u ham vahima ko'rinardi. Nima qilyapsan? Qalay hayoting desam, mana
farzandli bo'ldim. 38 ga 40 ga yaqinlashib qolgan. O'zi farzandli bo'ldim. Mana endi farzandli bo'ldim. Yaxshi baxtli tilayman desam, dadamiz qochib ketdi. O'zim qanaqadir pechenya zavodda anaqa pechenya chiman deb aytdi. Yo, pechenyachi bo'lish yaxshi, lekin ana o'zini qanaqa qilib tutish bilan, ya'ni demoqchimanki, o'sha paytdagi uровень bilan hozirgi payt juda farqi darajasi yo'q. Hattoki menimcha u ham yo'q. Endi albatta Alloh unga uy ato qilsin, shunaqa ahvolda. Katta ehtimol bilan juda ham ko'p shunaqa insonlar shunaqa taqdir kutadi. Men bunga ishonaman. Chunki bilasizmi, yaxshi narsa sekin keladi. Haqiqiy yaxshi narsa sekinlik bilan keladi. Hamma hozir tez birdaniga mashhur bo'lgisi keladi, birdaniga hamma narsaga tayyor bo'lgisi keladi xullas. Ya'ni demoqchimanki, agar o'sha 4 ta 5 ta farzandli ayol eriga shukrlik qilib 2 kilo piyoz olib kelsa ham, dadasi rahmat 2 kilo piyoz olib kelganingizga ham siz eng zo'r erkaksiz desa, 100 dan 95% erkaklar aqlni yemagan, keyingi safar kelganda go'sht bilan keladi. Menda bo'lgan bunaqa tajriba o'rtoqlarimda, ya'ni do'stlarimda. Eng kerakli narsa bu sodiqlik. Tayyorga ayyor bo'lishni hamma ham biladi. Lekin birga bosib o'tish bu hammaning qo'lidan kelmaydi. Ayol kishi ko'pincha doimo yonida turadi, birga bosib o'tganda ham yuradi. Men nimaga buryapman gapni? Balki erkaklarda ham shunga qizlarni yechinishiga, qizlarni bunaqa holatga kelishiga erkaklarda mas'uliyat ko'proqdir demoqchiman. Men buni ancha yildan beri aytib kelaman. Bilasizmi, baribir o'sha gapga borib taqaladida, bu tarbiya, o'zimizning maqolamiz, buqa sigir ko'zini suzmasa. Mana yana ayollarga sizdan. Yo'q, men ayollarga tashlanmoqchi emasman. Demoqchimanki, har bir Instagramdagi kontentlarga, har bir ana voy jonim, rahmat, o'shalarga ishonmaslikni tavsiya qilgan bo'lardim qizlarimizga. Chunki o'ta katta yolg'on imini o'sha yerda. Bu hammasi like. Bu bilasizmi, hozir Instagram fohishaxonaga ham aylanib qoldi. Men kuzatdim. Otellar bor, mehmonxonalar. Otellarda aktrisa kelin bo'lib o'ynagan. O'zbek kinolarida o'ynagan. Men rejissyorlarga ham tavsiya qilgan bo'larim bunaqalar chaqirmaslikni. Eng akkuratniy okaxonalarimizga 2 xonali joy yoki 1 xonali joy 150 ming so'm bir kun kelib sevgilingiz bilan yashab keting bezaks. Bu nimasi bu? Bu nimasi? Bu bir. Ikkinchisi, mana o'sha klubdagi qizlar dedim. Ko'plar bilasizmi, kimdirlar aeroportda stюардесса, kimdirlar salonda ishlaydi, kimdirlar bankda, farqi yo'q, kechalar shunaqa yuradi. Endi bu o'rislar tilida podработка deydi, menimcha podработкаga chiqib yursa kerak. Lekin Instagram kirsangiz, ayniqsa mana Muqaddas Ro'za oyimiz o'tib ketdi, o'sha paytlar voy deb Ro'za mana og'iz ochish anaqasida keyin anaqalarni qilib juma muborak deb nima kerak deyman-da, ya'ni odam bir qanaqadir original bo'lishi kerak baribir. Men birinchi marta o'zimizda odamlarda his qildim, ikkita reelsda yurish, ya'ni ikki xil dunyoda. Yo u yoqlik ham emas, bu yoqlik ham emas, o'rtasida yurgisi keladi. 200lamachilik. Shunaqa 200 emas, 400lamachilik. Ya'ni joy kelsa o'zini maksimalniy o'sha bir dinimizda ham yomon qilib ko'rsatadi-da. Ya'ni demoqchimanki, ana voy deb bilasiz-ku o'zingiz ham. Juma muborak deb, u deb, bu deb, lekin xatti-harakatni gapi xatti-harakatiga mos emas, ya'ni. O'shaning uchun aytdim-da, hamma aktyor, aktrisa ekan aslida. Instagram chiqishini Yo'q, siz bu gapingiz bilanchi aktyor, aktrisalarni ham obro'yiga putur yetkazib qo'yyapsiz. Ya'ni demoqchimanki, aktyor degani har xil holatga tushadigan odam imini aktyor emas, maraz deyishimiz mumkin uni. No, lekin aktyorlar bu kino aktyorlar, teatr aktyorlar bor. Ular rolini o'ynaydi. Bo'ldi, roli tugagandan keyin, stop bo'lgandan keyin boshqa odamga aylanadi. Teatr aktyorlari yoki xuddi shunaqa-ku, mana Instagramga nimani aytmoqchiman? Instagramga rol o'ynagani kiryapti ko'pchilik. Men ham shunaqa odamlarni taniyman. Mana kommentariyalarni o'qiysiz, святой человек deysiz-da. Da. Даже вот ozgina qoladi ularga, voy, sizni darajangizdagi odam bo'lishi ham mumkinmi?
Kamera o'chgandan keyin uyda mehmon bo'lganmiz, boshqa bo'lganmiz, kimligini Keling, bilamiz. ularni aktyor deb nomlamaylik, chunki men bu hurmat qilaman bu so'zni. Uzr, agar xafa qilgan bo'lsangiz. Yo'q, именно bu odamlar Instagram uchun bilmadim, boshqa nom topsagan bo'ladi, но menga yoqmaydi bunaqalar, to'g'risini aytsam. Juda deshvoylashib ketdi. Ayniqsa bir ular bor hozir prямой efir TikTok deymizmi? O'shanaqalarda aktyorlar, aktrisalar donat degan narsa bor, ya'ni elektron pul tashiydi. Voy tog'ajon, rahmat, bir bola deb o'zimizni va ko'p aktrisalarni ko'rdim-da u yerda. Chunki anaqa qiziq bo'lganda bir ko'rib juda hayron qoldim. Hamma yog'i ochiq, butun anaqaga o'zini ko'rsatyapti. Men hayron qolaman ba'zida bularning qarindoshlari bir qanaqadir aka erkak uyda yo'qmi degandaqa bir munosabat paydo bo'ladi-da. Bularning kasriga mana yosh ko'p qizlarning otasi yo'q, o'lib ketgan yo ajrashishgan mana yosh o'sayotgan qizlarimizda. Ular ham mani erkim o'zimning qo'limda ekan deb shunaqa bir munosabat qiladi hayotga uydagilarga nisbatan. Ya'ni oxirida hech kimga javob bermayman degandaqa tasavvurda bo'ladi. Aslida bu juda ham noto'g'ri. Mana shu yerda fikrimni aytaman. Shu bilan shaxsiyatingizga o'tib savol beraman. Men o'ylaymanki, mana kalta kiygan qiz yo bir yasangan, bir faxsh sifatida kiyingan qizga qarab turib o'tib ketayotgan erkak qaramay jirkanch qarab o'tib ketsa-chi, shu qiz sekin-sekin to'g'ri holatga keladi deb o'ylayman. Endi bilasizmi? Vah. Yo'q. Endi bilasizmi, biz sharqona xalqmiz, baribir Turkiy bizda baribir erkaklarimiz bir qanaqadir menimcha shunaqaroq, ya'ni qiziqqonroq qonimiz qaynagan. Hammasi ham emas, lekin o'shani evaziga. Lekin именно ular mana yana ayollarga borib taqaladi. Shunaqa o'tmasa ular demaydi. Agar bir yopiq kiyim, kengroq kiyim o'tsa, men gapirganini hech qachon ko'rmaganman. Endi yopiq deb men yopiqlikka hech kimni targ'ib qilmoqchi emasman. Skromniy, oddiygina, normalniy kiysaman. Studentlarning kiyimida yursa yoki bir qanaqadir hech kim ishi bo'lmaydi. Endi siz mana yaqinda uylandim dedingiz. Qaysi kriteriyalarga qarab turmush o'rtoq tanladingiz o'zingizga? O'zingiz tanladingizmi yo tanlab berishdimi? Endi bilasizmi, oilaviy mavzularni biroz chetga surmoqchiman. Qisqa qilib aytaman. Taqdirimga yozilgani bo'ldi deb o'ylayman va shunga ishonaman. Tanlovimdan adashmaganligimni bilaman. Va xohlagan bo'lardimki, hech qachon bu fikrdan boshqa fikrga o'tmay. Oila siz uchun tinchlik, osoyishtalik, ko'nim, eng yaqin insonlar. Shunaqa. Hattoki mana uydagilarni deb men O'zbekistonga qaytib kelganman, uydagilarim deb avval bu fikrda bo'lmagandim. Lekin bu fikrga qaytib kelaman. Oila eng asosiysi ekan. Oila, keyin ish. Ota-onangizga aytish xohlagan, ammo shu paytgacha ayta olmagan gapingiz bormi? Ba'zida bilasizmi, juda ham afsuslanaman. Katta imkoniyatlarim bo'lgan vaqtda men ularga yetarlicha imkoniyat, yetarlicha qaramaganlarim juda alam qilib ketadi hozir, ya'ni. Ishonaman, bu Allohning sinovi. Ishonaman, albatta vaqt o'tgan sayin Xudo xolasa o'sha qo'limdan kelgancha shu narsa meni afsuslantiradi. Ya'ni demoqchi bo'lganimki, vaqtida qo'limdagi imkoniyatlarni uydagilarga sarflamaganim meni afsuslantiradi hozir. Bir kunga boshqa insonni hayotida yashab ko'rish imkoniyati berilganda sizga, kim hayotini tanlagan bo'lardingiz? Otamni hayotini tanlagan bo'lardim, chunki ular juda bir mehnatkash insonlar, juda ham bir yaxshi insonlar. Ularni hayotda yashagan bo'lardim. Ya'ni his-tuyg'ularini his qilib yashagan bo'lardim, chunki o'sha tirikchilik degan nomlanmalari bor. Bu oilani boqishni, o'shalarni ancha vaqt bizda uzoqda ham bo'ladi. Ya'ni o'sha oila sog'inchi degan his-tuyg'uni his qilmoqchi bo'laman ba'zida. Ya'ni juda ham bir og'ir ruhiy holatlarni boshdan o'tkazganlar deb o'ylayman. Ularni hayotlarida bir kun yashab ko'rgan bo'lardim. Bolalikdagi ilgari hamma orzulari amalga oshdimi? Yo'q, bilasizmi, bir ruhshunos bilan gaplashganimda ular aytdilarki, 15-20% potensialimni chiqardim deb o'ylayman. Depressiyalar bo'lmaganda
judayam endi mana sohamiz nozik bo'lgani uchun deb o'ylayman. Depressiya judayam yaqin bizga. Depressiyani evaziga ko'p vaqtni o'tkazib qo'ydim baribir. Da, depressiya bilan. Depressiya qanaqa keldi sizga? Xo'p, depressiya birinchisi hech qachon tushunmasdim nimaligini, hattoki O'zbekistonga kelganimda ko'p o'rtoqlarim depressiyadan desa nima u tushunmayman. Xo'p, xullas O'zbekistonga keldim. Mana serial Rustam akamning seriallarida o'ynadim. Endi birinchi kinoyim Rustam Sagdiyev olganlar. Juda ham bu xuddi shunaqa darajadagi rejissyorlardan xuddi shunaqa darajadagi rol kutdim. Qarasam meni hech kim tanimaydi, ya'ni o'zbek kino naqasi tanimaydi, rol yo'q. U yerda juda ham bir katta naqalarga o'rganib qolgandim holatga. O'shani evaziga juda yomon depressiya bo'ldi. Juda ham, menimcha 1,5 yillar bo'ldi. Juda ham. Eng yomonini aytaman, o'sha vaqtlarda Aleksey o'sha agentim telefon qilib qoldilar. Video probaga yubor. Bir serial bor, bosh rolda. Rossiyaning serialida. Xo'p deb yubordim. Endi video proba yuborish bu oddiy hol, ya'ni bundan o'tasizmi, o'tmaysizmi, undan ham umid qilmaslik kerak. Prosta yuborib tashlab qo'yish kerak bo'ldi. Sizga o'xshaydigan 500 talab odamlar yuboradi-da buni. So'ngra 7 kunlardan keyin, bir haftalardan keyin menga telefon qilishdi. Sen tabriklayman, o'tding. Rossiya serial bosh rol. 2 oy syomka, Xorvatiya, Minsk, Moskva, Peterda olamiz dedi. Minskka tayyorlandi, уже pasportlarini yubor, u yoq bu yoq dedi. Xo'p deb juda xursandman. 2 oylik syomkam. Har kuni mayli gonorarda ham aytaman $24,000. 2 oylik gonorar. Juda ham xursand bo'ldim. Juda ham og'ir ruhiy holatimda chiqib ketaman deb o'yladim. Hattoki plan ham qildim, pullarimni xatga zarflayman. Yo'q bu yoq deb. Gap pulda emas, to'g'ri, pulda asosiy bu yerda karyera ham darajasi boshqacha bo'lib ketishi mumkin edi. 10 kunlardan keyin telefon qilishdi. Ha desam, ilar proyekt muzlatildi. Nimaga desam, bizni asosiy lokatsiyamiz Xorvatiya davlatida, Yevropada. O'sha vaqtda 2 yillar oldin Rossiya bilan Ukraina urushyapti. Yevropaga bizga ruxsat yo'q, ya'ni sportsmenlar bilan san'atkorlarga zapret yo'q edi, lekin bizga zapret qo'yishdi nimagadir. Bu narsani tushuntirib bo'lmayapti. Xullas muzlatildi qanchadir muddatga dedi. Endi undan keyin depressiya juda o'lganni ustiga tekkan. Ha, juda ham yomon bo'ldi. Hattoki ko'zim yumaman, shunda ochaman, 2 hafta o'tib ketadi. Ko'zim yumaman, ochaman, 2 hafta o'tib ketadi. Shunaqa narsalardan o'tdim. Qanaqa chiqdingiz? Endi vaqt ta'siri, vaqt bo'ldi. Do'stlarim yonimda bo'ldi. Yaxshi do'stlarim bor. Endi to'g'ri, vaqt o'tgan sayin do'stlaringiz kamayib qolar, boraverar ekan, bu tabiiy jarayon ham ekan. Lekin yaxshi do'stlarim bor edi, Xudoga shukr, chiqarib ketishdi. Kelib, meni majburlab olib ketib, chalg'itib yurishdi. Rahmat ularga. Mana san'at olamidagilar, shoirlar qalbi nozik bo'ladi deyshadi. O'zingizda his qilasizmi? His qilaman. Har bir holatni juda ham yaqin yuragiga olaraman. Bu menga xalaqit beradi ko'p. Bu narsanidan chiqishga harakat qilaman. Chunki hayot ham majbur qilib qo'yar ekan ba'zida. Shunaqa narsa bor. San'at, o'sha tvorческий odamda, san'atli inson, ijodiy, ijodkor odamda ruhiyati juda nozik bo'ladi. Chunki ular odamni his qiladi-da. O'shaning uchun. Qalbingizni og'ritgan, hali hanuzgacha eslasangiz, kerak bo'lsa ko'z yoshgacha olib keladigan holat bormi? Yaqinlardan bo'lgan, o'sha boyagi gapga kelib taqalaman, ko'p qarindoshlardan bo'lgan. Xafa emasman ulardan, lekin munosabat ham qilmayman. Shunaqa pozitsiyadaman, ya'ni chunki munosabat qilishni xohlamayman. To'g'ri, yarashib yoki gaplashib, odam hech qachon o'zgarmaydi deb o'ylayman. Erkak kishi o'zi yig'lashi normami? Norma, aslida norma. Erkak kishi yoshini ko'rsatmaydi hech kimga. Chunki uni tushunadigan odam yo'q. Masalan, ayol kishi, masalan, keling bir o'ylaymiz, erkak bilan ayol ajrashdi. Ayol men ajrashdim deb yig'lasa, hamma yonida bo'ladi. Erkak ajrashdim deb yig'lasa, hech kim yonida bo'lmaydi. Hech kim.
Hech kim unga ruhi ham dalda ham bermaydi. Ayollarning do'konlari hayoting zo'r bo'lib ketadi, yangisini topasan. Yop deydi, uni hech kim eshitmaydi. Hattoki ayolda inisiativ bo'lsa ham, erkak aybdor bo'ladi. Men ko'p ko'rganman-da bunaqa hodisalarni, ya'ni ayol deb ajrashib ketgan, xiyonat deb ajrashib ketgan, lekin kim yomon, erkak yomon. Bunga nima deysiz? Yo bu ham bir yevropeyskilikda bir qanaqadir turibmi? Men o'zi yevropeyskiy degan tushuncha hamma uchun har xil, naverno. Hamma uchun har xil, lekin men negizini bilaman deb o'ylayman. Chunki yevropalik do'stlarim bor, unaqa emas. Ya'ni yevropeyskiy degani xohlagan joyga ruxsat berish yoki shunga o'xshash narsalar emas-da. Yo'q, unaqa emas. Biz noto'g'ri talqin qilamiz uni. O'sha yo'q bo'lishini negizida o'sha qadriyat turadi deb bilaman. Albatta qadriyat turadi. Milliy qadriyatlarimizni ham saqlashimiz kerak-da, opa. Milliy qadriyatimiz yo'qolib boryapti. Ya'ni o'zimizning prinsiplarimiz bor, o'zimizning millat, xalqda. Bu prinsiplarni qanaqadir prinsiplarga mensimagan bunaqa munosabatda bo'lyapti-da yoshlar, ya'ni. Endi biz mayli, meni yoshim ham ancha juda ham yosh emasman. Biz endi oxirgi o'sha eski pokoleniyani SSRda menimcha ozgina hidini hidlab qo'ygan pokoleniyamiz deb o'ylayman. Hozir gapim mana 18-20 yoshlarga taalluqli. Juda ham boshqacha. Juda ham o'zgarib ketishgan. Ota-onasini mensishmaydi. Shu qo'li telefonda yoki bo'lmasam ko'plari narkoman bo'lib ketishgan, o'sha hozir psixotrop dorilar, bir nimalar olib. Bunaqa narsa bo'lsa yaxshi bo'lmaydi oxiri, oqibat. Ertaga afsuslanadi 30-40 ga kirgandan keyin shunchaki berilgan imkoniyatlardan, berilgan munosabatlardan afsuslanadi. Masalan, bilasizmi, biz men o'zim tengim balki bir davr insonlarimiz deb o'ylayman siz bilan. Yoshligingizda eslasangiz ko'pda voqealar. Masalan, men o'rtoqlarim bilan esingdami garajda yurganimiz, esingdami cho'milganimiz yo baliq tutganimiz yo daraxtdan yiqilib tushganimiz deb bir nimalarni eslaymiz. Hozirgi yoshlar nima eslaydi? Esingdami 10 yildan keyin PUBG'dan senga podarka yuborganim yo prямой efir qilganimiz? Yo'q, ya'ni tushunmayapman hozirgi insonlarning anaqasiga. Men afsuslanadi yoshlar deyapsiz. Siz yoshligingizda mana hozirdan qarab turganingizda qaysi qilgan xatti-harakatingiz uchun afsuslandingiz? Ko'p insonlarga ishonganim, ishonmagan bo'lardim. Juda ishonuvchanman deb o'ylayman. Ba'zilar o'zlarini, bilasizmi, sodiq deb ko'rsatgan. Aslida faqat gapda bo'lganda, ya'ni bunaqa odamlarga ehtiyot bo'lishni qilgan bo'lardim. Juda ham ko'p imkoniyatlarim bo'lgan har xil jabhada, yo'nalishda o'shalardan foydalangan bo'lardim. Aslida odamlarga ishonmagan bo'lardim, chunki juda ham ko'p odam ishonchni poymol qilgan va asosan ishonmagan bo'lardim. Ya'ni ba'zilarga sodiq qolmagan bo'lardim, ba'zilar bilan umuman munosabat qilmagan bo'lardim. Sevish yoki sevilish? O'rtasi. Ham sevish kerak, ham sevilish kerak. Vzayimna bo'lish kerak bu narsa. Odam bir-birini his qilib turish kerak bu ruhiyatda. O'shandagina boshqa narsalar, undan ham kuchli tuyg'ular paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni sen faqat meni sevasan, meni sevishing kerak deb qo'ymash kerak, yo men faqat sevilishim kerak deb. Ba'zida shunaqa fikr bor, stereotip, bilasizmi? Yana xafa bo'lmang, yana ayollarga kelib taqalaman. Menga должен deydi-yu hozir. Menga u yo'q berish kerak telefonni. Hech kimga должен emas bu hayotda, bilasizmi? Mana shu kameraga qarab ayting shu. Hech kimga hayotda должен emas aslida. Nimaga? Chunki qachonki nigoh o'qitilgandan keyin o'shandan keyin должен. Ya'ni er ayolni boqishga, обеспечивать qilishga undan oldin emas. Xo'p, долженmi? Nikohdan keyin долженmi? Nigohdan keyin должен. Должен degani bu o'lib qolayotgan bo'lsa ham, nogiron bo'lib qolgan bo'lsa ham, yonida turish, любой holatda. Kuyib ketgan bo'lsa ham, любой sinib ketgan bo'lsa ham, любой holatda yonida turish. Erkakda ham har xil holat bo'lishi mumkin-ku demoqchiman. Masalan, vaziyat bo'ldi, avariya bo'ldi, nogiron bo'ldi. Force majorniy situatsiya hamma joyda. Nogiron bo'lib qoldi, to'g'ri. Bunaqa situatsiya u payt ayol nigohda nima o'qitiladi? Nigoh, men otam o'tganda bir-biriga bo'lgan munosabat, o'lgancha bir-biriga yaqin bo'lish,
bu ikkita bir soyuzni birikishi, ya'ni demoqchimanki vzayimni bo'lishi kerak bu narsa ham. Masalan, agar umuman ishga layoqatsiz bo'lsa, ya'ni demoqchimanki fizически yo'qotib qo'ydi. Holatda umuman fizически bo'lmasa, ayol albatta qarashi kerak. Endi bu meni shaxsiy fikrim. Lekin erkak baribir oila qurgandan keyin qarash shart. No, ayol sodiqlik ham ko'rsatish kerak-da. Ya'ni o'sha boya aytganimda 2 kilo piyoz olib kelsa ham siz eng zo'risiz, siz hali hammasi yaxshi bo'ladi. Hamma orzularimizga yonida turish kerak-da. U ana tayyor narsaga ayyor bo'lmasdan, ya'ni yonida tursa, men o'ylamayman hamma ahmoq yoki hamma mana hozir ajrashsa faqat erini yomon qilib ko'rsatadi, unaqa deb o'ylamayman erkaklarni. Erkaklar ham aqli bor. Ular sodiq bo'ladi. Ertaga puli ko'payib ketsa, atrofida baribir yonida bo'ladi. O'shanaqani Insta samkalar deydi ruslarda, men bilmayman o'zbek tilida. Insta samkalar. Da, bo'ladi. O'sha payt o'ylaydi erkak, to'xta, men bechara shuncha payt yonimda turganda, qotgan nonni yeb, nimaga men bu odamga xiyonat qilishim kerak deb o'ylaydi. Men bu narsani bilaman. Ishonavering gapimga. Bu hayotda qabul qilgan hayot haqiqatingiz. Anglagan emas, tushungan emas, xohlamasangiz ham qabul qilgan hayot haqiqatingiz. Hammani ham do'st deb o'ylama degan bo'lardim, menimcha. Bundan ham pand yeganman. O'shan Ha. Bundan ham pand yeganman. Aytgan bo'lardimki, do'stdek ko'ringan odamni do'st deb o'ylama, u do'sting bo'lmasligi mumkin. Ya'ni shunaqa. Shunaqangi ko'p pand yegan odam sifatida gavdalanmoqsiz. Hatto bitta holatni ochib bering. Masalan, Rossiyada, Moskvada bir o'rtog'im bo'lardi, Ukrain odam, Ukrainalik. Juda ham kel biznes qilamiz deb juda qiziqtirdi. Xullas biz o'zimizcha, ya'ni men uni aytish bo'yicha Ukrainaning Dnepr shahridan payt urush bo'lmaganida ko'mir vagonda olib kelib Moskvada sotmoqchi bo'lganmiz Rossiyada. O'sha ikki hissa tikkan pulingizdan chiqar ekan. Ya'ni bir hafta ichida ikki hissa. Shunaqa qilib $10,000 yaqin pulda ishontirib qilgandim. Keyin yo'q bo'lib ketdi masalan. Endi bu biroz kulgili anaqa-ku. Ko'mirni ko'rsangiz nima his qilasiz? Ko'mirni ko'rsam, uni eslab qo'yaman. Ba'zida xursand ham bo'laman bu imенно bunaqa holatdan o'tganimga. Chunki balki hozir o'tishi mumkin edi. Hozir masalan shunaqa narsalardan keyin hayotni anaqasini qatiqdan huflab ichishni boshlaysiz. Aktyor sifatida san'at olamiga nima bera olasiz, nima bera oldingiz? Va nima berish niyatingiz bor? Endi bilasizmi, bu anaqa savollaringiz juda ham og'ir ekan. Menimcha hech narsa bera olmadim, faqat o'zimning ruhiyatimni tasdig'ini topdi. Ya'ni o'zimning ruhiyatimni olovini so'ndirib turaman. Kinolarda o'ynasam. To'g'ri, gapim biroz tushunarsiz bo'lishi mumkin, lekin menimcha tushundingiz. Ya'ni ichki olamimni aktyor xalq o'zi nozik xalq. Ular baribir boshqacha bo'lishadi. Ya'ni ichki olam. Chunki har xil rolga kirasiz, har xil emotsiyalarda yurasiz. Bilasizmi, o'zingizni anglamay qolasiz. O'zingizni kimligingiz ham esingizdan chiqib ketadi. Menda ham bo'lgan bunaqa narsa. Shunaqa rol bo'lganmi? Bo'lgan. Yo'q, endi kirib ketib, men 10 yillab qolib ketdim deydi-yu. Masalan, bu obrazdan u gap deb o'ylayman. Men shaxsiy fikrim, hamma chiqib ketadi. Shunchaki demoqchimanki, gap har xil rolda o'ynaysiz, har doim o'zligingizni esingizdan chiqib ketar ekansiz. Ya'ni o'zingiz qanaqaligingizni esingizdan chiqib ketar ekansiz. Shunisi bor. Masalan, bugun hozir bunaqa obrazda bo'lsam, ertaga boshqa odamga aylanib qolish mumkin. O'zim bilmagan holda, ya'ni. Hozirgi tajribangizdan, hayotiy sinovlardan olgan darslaringizdan turib, orzuga to'la 18 ga kirgan, shijoatda yonayotgan Elyarga maslahatingiz? Har kimga ham ishonma degan bo'lardim. Hammani do'st deb bilma degan bo'lardim. Lekin xuddi hozirgi yo'ldan o'tgan bo'lardim. Baribir shu yo'lda. Baribir. Faqat shu ikkita kriteriyani o'zgartirgan bo'lardim bo'ldi. Chunki bilasizmi, hozir qiyinchiliklarni aytish moda-ku. Hozir hammaga yoki men qiynalganman, yo yig'lab, yo u, yo bu. Qiyinchilik hammada bo'ladi. Hattoki millionerlarda ham, sizda ham yoki boshqa odamlarda hammada bo'ladi. Demoqchimanki, bu tabiiy hol qiyinchiliklar.
deganimki shu ikkita kriteriyani o'zgartirgan bo'lardim bo'ldi. Shu asnoda yashagan bo'lardim. Faqat shu ishonma. Ishonmayapsizmi hozir? Yo'q, hali ham ishonyapsizmi? Yo'q, ishonmayapman. Yaqinlarimga ishonaman albatta. Ishongim kelgan odamga. Boshqalarga emas. Ishonmay qo'ydingiz. Yo'q, kategorически yo'q. Shu maslahatni berib, o'zingiz Da, o'shab bergan bo'lardim, ishonmanglar. Hamma ham do'st emas. Shunaqa. suhbat uchun rahmat. Rahmat. Suhbatga kelayotganingizda mana shu savolni bersinlar-yu degan bir kutgan savolingiz bo'lgan bo'lsa, men bermay qolgan bo'lsam, shu savolni berib o'zingiz javob bersangiz bo'ladi. Yo'q, opajon, unaqa savol bo'lmadi. Hamma savollaringiz yo'q, bir qanaqadir kutgan отдельный, особый, eksklyuziv savol yo'q. Mana shu savolga javob bersammi degan javobingiz yo'qmi? Chunki ota-ona bilan degan savolingiz ham bo'ldi. O'sha savolda nima qilgan bo'lardim? Ba'zida bilasizmi, ota-onamizga sizni yaxshi ko'raman deyish yoki bo'lmasam qanaqadir jozibali so'zlar bilan dil izhorlari qilishga bolalar uyaladi. Sizda ham bor, masalan, onangizda, otangizda, ota-onam sizni yaxshi ko'raman, boringizga shukr deyish, deb aytish qanaqadir ichga anaqa qo'ymaydi. Ota-onamizni qadriga yetishimiz kerak ekan. Bu eng asosiy. Chunki hozir mana yaqinda ham rahmatli katta bir pochchamiz olamdan o'tib qoldi kutilmaganda. Kutilmaganda hamma o'tib ketyapti. Hattoki biz ham o'tib ketishimiz mumkin. Siz bilmaysiz, yo men bir soatdan keyin, balki 10 minutdan keyin hamma narsani boricha qadriga yetishimiz kerak deb o'ylayman. Lekin baribir ota-onangizga nima degan bo'lardingiz desam, aytmadingiz kameraga. Ha. Ota-onamga nima degan bo'lardim? Menday notavon bir o'g'lingizni kechiringlar. Yoki bo'lmasam shunaqa o'xshash gaplarni aytgan bo'lardim, to'g'risi. Hozir mana baribir ko'rishadi-ku intervyungiz. Endi to'g'risini aytsam, bir qanaqadir chiroyli so'zlar bilan ularga dil izhori qilmoqchi emasman. Bu odam yaxshi ko'rsa o'zi sezadi. Bilasizmi, ruhiyat sezadi. Shu ruhiyat sezilsa bo'ldi menga shu. Ba'zi afsuslanaman, qo'limdan kelgan imkoniyatlardan foydalanmaganimga. Endi Xudo Alloh berib imkoniyat bersa, albatta foydalanaman. Suhbat uchun rahmat. Rahmat, sog' salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat.